Qachon ko'rishamiz? Jonim. Bugun hamma savollarga javob beramiz. Ya'ni Madi hayotida qilmagan ishni qilib ko'radi. Oyim bilan uzoq gaplashadi, ko'ringlar. Qizim, siz hayotda bitta ish umuman qilmagansiz hali. Oyim bilan telefonda gaplashmagansiz. Telefon qilib ko'p gaplashib turishingiz kerak, xo'p? Uyalyapti. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men Madina edim, Feruza opa. O, Madina, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Manzarangiz yaxshimi? Rahmat, qizim, qanaqasiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Nima gaplar? Menda tinch, biz ham yurdik syomkada. Tinchlikmidi? Aha. Ha, tinchlik. Yaxshimisiz? Manzarangiz yaxshimi o'zi? Yaxshimi hammasi? Ha, yaxshi, rahmat. Nima gaplar bola? Qiynalmayapsizmi ishlarda? Syomka qilyapsizmi mabodo? Yo'q, o'zim ko'cha issiq, qattasiz, uydamisiz? Ha, bolam uydaman. Ha, yaxshi. Qachon ko'rishamiz?